Dars xonasiga kirib, albatta bu 3 ta harakatni bajaring. Ishoning, bir oydan so'ng sevimli ustozga aylanishingizga sababchi bo'ladi. Birinchi harakat: darsga albatta yuqori kayfiyat bilan kirish. Chunki biz darsga kirganimizda nimani uzatsak, xuddi shuni olamiz. Bu esa bumerang qoidasi. Agar siz men hozir zo'r dars o'taman, eng zo'r sinfim, zo'r mavzuni tushuntira olaman, yuqori kayfiyat bilan darsimni o'tkazaman deb kiring, bolalarda ham xuddi shu holatni sezasiz. Lekin agar men hozir darsga eng yomon ko'rgan sinfimga kiryapman, ish qilib shu 45 daqiqam tezroq o'tib ketsa edi, shunaqangi shu sinfdan bezilliman degan fikr bilan kiradigan bo'lsangiz, ishoning, o'quvchilar ham shu ustoz tezroq chiqib ketsa edi, 45 daqiqa tezroq o'tsa edi, mana shu dars tezroq tugasa edi, mana shu o'qituvchini shunaqangi yomon ko'ramiz degan narsani qabul qilib olasiz. Ikkinchisi, darsni boshlashdan avval albatta o'quvchilarning holatini aniqlab oling. Bu darsdan avval ularda kayfiyatsiz holat bo'lmadimi? Bundan oldingi darsda nimadir vaziyat bo'lmadimi? Yoki bo'lmasam jismoniy tarbiyadan kelib ular o'z faolliklarini hali ham bosay olishmayaptimi? Yoki bo'lmasam birinchi soat lekin o'quvchilarning hali uyqusi ochilmaganmi? Demak, bunga o'xshash juda ko'p vaziyatlar bor. O'qituvchi buni analiz qilib, tahlil qilib olishi va bu yerda 5 daqiqadan voz kechib natijaga erishish prinsipida foydalaning. Bu haqida quyida keyingi aynan kontentlarda berib boramiz. 25 yillik pedagogik tajribamda aksioma sifatida belgilagan eng muhim birinchi qonunim bor. Bu darsga kirayotganingizda niyat qilib kiring. Men bugungi darsda o'quvchilarimga ma'lumotni yuqori sifat bilan beraman. Bugungi darsni eng yuqori kayfiyatda, eng zo'r qilib o'taman va bugungi beradigan ma'lumotim o'quvchilarimning ilmi uchun foydali bo'ladi deb niyat qilib kiring. Ishoning, bu darsingiz eng yuqori sifat bilan bo'ladi va siz sevimli ustozga aylanasiz.